ayol kishi kechirim so'rasa, uni miyasida yerga urilib qoldim degan holatda, lekin u taraf o'zi aslida u kechirimiga ham anaqa emas, nima edi, zor emas. Lekin kechirim so'ramaydi. Nimadir xato bo'lsa, xato emas, haq deylu. O'sha qiz haq deylu. Haq bo'lganda ham shu kechirim bilan ish bitadi degan narsaga ko'nmayapti va uni oxirigacha boryapti. Men buni ko'proq kibrga kiryapti deyman. Umid aka, mana shu yerda aqlli ayol bilan oqila ayolni mana shu yerda sizga taqqoslab ketaman. Ko'pchilik aqlli bo'lishga intiladi-da. Qizlar ham aqlli qiz bo'lishga intiladi. Ko'p o'qib aqlli bo'lgani yaxshi deyshadi. Nimaga erkaklar aqlli ayollardan qochadi? Aqlli ayol bilan oqila ayolning farqi ham shunda. Aqlli ayol o'zini har doim haq deb biladi. Oqila ayol haq bo'lsa ham, lekin yori oldida o'zini darajasini bilgani uchun o'zini qanday tutishni biladi. Joyi kelganda kechirim